Assalomu alaykum, assalom qadrli obunachilar. Hozir bizda davlat videosi bugun bozorda narxlar qanaqa bo'layotganlarini qo'ldan kelguncha obzorni qilib beramiz. Toshkent shahri mashina bozorida biza obuna tugmasini bosib, kommentariyada fikrlarga qoldirishingiz ham mumkin. Davlat va avto do'si bir dona yak bosib obuna tugmasini bemalol bosib qo'yishi ham mumkin. Bo'lmasa biza Tuvlet mashinamizdan boshimiz qo'ldan kelguncha obzorni qilib beramiz. Xo'p. Tuvletimiz holatlari yaxshi holatda, balon holati yaxshi, motor holati ham yaxshi. 2022 yilimiz Tuvletimiz mana aka Toshkent shahri mashina bozorida turibdi. Salon holati, yana chexollardan to'qib har xil taratib qo'yibdi. Mana chexoldan zo'rdan qo'ygan, pulutlari bor, hamma narsasi bor. O'zingizlar magnitofoni, hamma shved, hamma joylari zo'r ishlaydi. Hop, mana aka. Hop, buni endi narxlari qancha bo'layotgan ekan? Hop. Buni narxini videoda aytib o'tamiz. 2022-yilimiz Tuvletimiz aytib o'tamiz. Hop. 2024-Tuvletimiz. 2024-Tuvletimiz. Mana aka, motor holati yaxshi holatda. 2004 mana aka. Aşma mashinalar bundan 2 hafta oldin. Mana aka. Baron holati ham zo'r holatda turibdi. Salon holati zo'r chexollardan qo'yib qo'yibdi. Hop, mana aka. Ha, ko'rdingizmi sen ko'rchi? Hop, buni endi narxi qancha bo'ladi? Hop, bu Tuvletimiz va bu Tuvletimizni narxi qanaqa bo'layotganlarini obzorini qilib beramiz. Narxini hali bilmadik. Hop, narxini hurmatli obunachilarimiz 11.000 so'rayotgan ekan bu Tuvletimizni. Hop, bu Tuvletning narxi qancha ekan buni narxi? Ha? Buni Tuvletning narxi qancha? 11.800. Balon holatlari ham yaxshi holatda. 11.800 da mana shu Tuvletimiz chennisini ko'rsatib o'tamiz. Hop, chenni Tuvletimizni ko'rsatib o'tamiz. Bezinda ekan. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Hop, mana salon holati, avtomat korobka, o'zingizlar magnitofoni, chexollari ham zo'r holatda. Buni yili-chi? 20. 2020-yil yechimi prometrda. 109.000 to'g'ri. 109.000 provet yurgan ekan. Motor holati zo'r holatda. Keyin Tuvletimizni ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana aka, buni oldidan ko'rinish holati. Hop, buni keyinisi 2020-yil. 2020-yil balon holati. Salon holati mexanika ekan. O'zini pulutlari bor, chexollari ham yana, o'zini mikrofonlari ham bor. Mana 1800 ekan shu Tuvletimiz. Bir dona yaz bosib qo'ygan degan umidda biz sizlarda qo'ldan kelguncha xudo xolasa zo'r qilib beramiz. Hop, buni narxi 9800 mi? Shunaqa qilyapti. Kelishtirib beradi. Toshkent shahri mashina bozorida biza. Hop, balon holati. Davlatda Tuvletni zo'ridan so'raganda 10 millionlarida mana shakllanishlardan qo'yib qo'yibdi. Holatlari yaxshi. 2024-yil. Aka. 18.000 yurgan. Qancha demayapsiz? 12.000 deyotgan ekan.
chexollari ham zo'r holatda, hamma narsalari bor, avtomat korobda, radio mikrofonlari, mana aka, teppa holatlari ham zo'r holatda, banan holatlari zo'r. Olim minadi. Variantda tez vaqtda chiqargan gashi bor, zapaslari ham bor. Toshkent viloyatidan chiqib ketaveradi. Toshkent viloyatida bemalol kelib olishi ham mumkin. Mana narxini aytdi, 12 ming deb aytgancha, juda arzon so'rayotgan aka. Bunaqasini bozordan ola olmaysiz. Yil tabletimiz sotilyapti. Hop, 2022 yil ekan, o'zlar adashib ketdim biz. Mana aka, salon holati ham zo'r holatda. Ya'ni hidiyatdan taratib qo'yibdi. Avtomat korobka, o'zini radio mikrofonlari bilan turibdi. Endi yangi birdan Qiziqganlar bo'lsa chiqsin, banan holatlari yaxshi holatda. Mana aka, orqadan ko'rinish holatlari. Bir dona yak bosib, kanalda obuna bo'lib qoladi. Mana aka. Salon holatlari zo'r holatda. 2022 yil tonirovkalardan qilib qo'ygan. Salon holati, avtomat korobda, chexollari ham zo'rdan to'qib qo'ygan. Orqa qismlari mana aka, o'zining radio mikrofonlari ham bor, video registratorlari ham bor. 2022 yil yil tabletimiz avtomat, o'zining radio mikrofonlari, salon holati ham zo'r holatda, pultlari ham bor. Hop, banan holati ham yaxshi holatda. Bakda ham naqddan chiqaverar ekan. Buni narxi qancha edi? 11.700. 11.700. 01. Hop, 001. Hop, 2007 yil. 2007 yil bu. 2023 necha ming private yurgan? 42 ming. 42 ming yurgan. Variantda chiqadimi? Variantga o'z bankka chiqadi. Variant emas, bankka ham ya narxdan chiqarar ekan. Avtomat chexollari zo'r. Hop, monitorlari ham bor. Orqa qismlari mana. Buni gazi bormi, benzinmi? Metan gazi bor. Metan gazi bor. Hop, qancha qilib berasiz? Narxga 11.300, bankka 11.400. Bo'l.